O'gay qizlar bilan jiyanlar miras ola olamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Rahmatlik ayolning ya farzandi, ya ota-onasi, ya aka-ukasi, ya oji-singillari yo'q. Burun bir o'g'il farzandi bo'lib, u o'g'li o'zidan burunla olamdan o'tgan. U o'g'lining 2 o'gay qizi va ayoli bor. Uning yana 4 qarindoshi bo'lib, ularmi o'zidan burunla olamdan o'tgan. Bu 4 qarindoshining jami 8 qiz, 4 o'g'il farzandi bor bo'lib, ular hayot. Ahvol yuqorqidek bo'lsa, marhumning mirosi qanday taqsim qilinadi? Marhum hayot vaqtida o'lib ketgan o'g'lining ayoli va uning 2 o'gay qiziga, shundaqla 8 jiyan qiziga ma'lum miqdorda miros berish to'g'risida vasiyat qilgan bo'lsa, ular shu vasiyat bo'yicha miros olsa to'g'ri bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ahli tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Mazkur ahvolda oldi bilan mirosxo'rlarni bekitib olishimiz lozim. 1. Ana hayot vaqtida vafot bo'lgan o'g'il mirosxo'r emas. Chunki mirosxo'r bo'lishning asosli sharti mirosxo'r bo'lg'uchi, miros qoldirg'uchi vafot bo'lganda hayot bo'lishi kerak. Marhumning 4 qarindishimi miros qoldirg'uchi vafot bo'lganda hayot emas bo'lg'achqa o'g'liga o'xshash mirosxo'r emas. 2. Anadan burun olamdan o'tgan o'g'lining ayoli, ya'ni marhumning kelinimi mirosxo'r emas. Chunki ularning orasida mirosxo'r bo'lg'idek tuqqanchilik yo'q. 3. Mirosxo'rning burun olamdan o'tgan o'g'lining o'gay qizlarimi mirosxo'r emas. Chunki u qizlar o'g'ilga yot, o'g'ilning onasiga texmi yot. 4. Marhumning 4 qarindoshining 8 qizi shariatda miros belgilanganlar qatorida emas bo'lg'achqa, ularmi mirosxo'r emas. Yana ular marhumning asib mirosxo'rlarimi bo'la olmaydi. Chunki asiblik bilan mirosxo'r bo'lish uchun tuqqan bo'lishi yoki marhumga tuqqan bilan tutishishi, marhum bilan mirosxo'r orliqida hech qanday ayol bo'lmasligi shart. 8 qiz marhumga yiroq tuqqanlar, ya'ni marhumning nasibasi bekitilgan tuqqanlar bilan asib tuqqanlardan boshqa tuqqanlar doirasiga kiradi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam miros taqsim qilganda farz qilib bekitilgan miros o'lishlarini o'z egilariga yetkazib beringlar, eshib qolgani meyitga eng yaqin tuqqanining bo'ladi degan. Oxirida mazkur hadisga asosan marhumning mirosxo'rlari faqatla o'zidan burun olamdan o'tgan 4 aka-uka qarindoshining 4 o'g'il farzandidan iborat bo'ladi. Chunki bular marhumning ya ota-onasi, ya buvi-mo'misi, ya o'g'il farzandi, ya o'g'lining o'g'li, ya bir tuqqan qarindoshi, ya bir tuqqan ota bir qarindishidek tuqqanlar bo'lmag'achqa, mazkur 4 jiyan tuqqani asiblik bilan mirosxo'r bo'ladi. Yuqorqilarga asosan meyitning asiblik jihatdan mirosxo'rlari bo'lgan, o'zidan burun olamdan o'tgan 4 aka-uka qarindoshining 4 o'g'il farzandi mirosni o'zaro teng bo'lishidi. Jiyanlarning mirosni o'zaro bo'lishi albatta meyitning qarzlari bo'lsa qaytarilgandan keyin, vasiyati bo'lsa o'rindalgandan keyin bo'ladi. Vasiyat ishiga kelsak, agar marhum hayot vaqtida suolda tilga ilingan mirosxo'r emas kishilarga vasiyat qilgan taqdirda, ularga qilingan umum vasiyat miqdori butun mirosning 3/1 halqib ketmaydigan bo'lsa, ularga vasiyat bo'yicha nasiba tegadi. Agar umum vasiyat miqdori butun mirosning 3/1 halqib ketadigan bo'lsa, 3/1 miqdorda nasiba beriladi. Shuni eskartib qo'yish kerakki, agar mirosxo'rlarning hammasi aql va baliq kishilar bo'lib, 3/1 ortiq qismini berishga rozi bo'lishsa, 3/1 oshgan qismimi kuchga ega bo'lib, vasiyat qilinganlarga beriladi. Rozi bo'lishmasa, 3/1 bilan cheklanadi. Masalan, butun miros 90 ming bo'lib, vasiyatning umum miqdori 30 ming yoki uningdan oz bo'lsa, vasiyat o'rindaladi. Agar vasiyat miqdori 35 ming bo'lsa, mirosxo'rlar rozi bo'lmasa, 5 ming kuchga ega bo'lmay, vasiyat qilinganlarga 30 minglar beriladi. Agar vasiyatning umum miqdori 50 ming bo'lib, mirosxo'rlar ortiqqa rozi bo'lmasa yoki vasiyatning umum miqdori miros miqdori bo'lgan 90 mingdan ortiq bo'lib ketsa, masalan, kelinga 50 ming, o'gay qizlarga 20 ming, 8 jiyanga 30 ming degandek. Bu ahvolda har bir vasiyat qilinuvchining nasibasi vasiyat qilingan miqdorning persenti bo'yicha kamaytirilib, ularga taqsim qilib beriladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 3-tom.